judayam hayajon bosyapti. Sizlarni judayam yaxshi ko'raman. Nimaga yig'layapsiz? Ssenariyda yo'q edi bu holat. Bu albatta quvonch ko'z yoshlari, to'g'rimi? Albatta. Hech qachon yig'lamang. Chunki siz yig'lasangiz, to'g'ri, quvonch ko'z yoshlari, lekin mehribonlaringiz ham ko'ziga yosh oladi. Chunki sizni ular doim xursand bo'lishingizni xohlaydi. Men boshqa yig'lamayman, doim kulib yuraman deb va'da bering, opajon. Yo'q, boshqa yig'lamayman. Mana shunday mehribonlarni boriga shukr. Yaqinlar bor ekan, mana shunday telefonlar bo'ladi, qo'ng'iroqlar bo'ladi. Yaxshimisiz deyishadi, sizni yaxshi ko'raman deyishadi. Bu albatta oltindan-da qimmat so'zlar bo'ladi. Yaqinlar bor bo'lsin, do'stlar omon bo'lsin. Shukrona kunlar muborak bo'lsin. Rahmat.